Hi, I am teacher Bobur. Let's get started. Bugungi darsimizda sizga xuddi native speakerlarga o'xshab gapirishni 3 yo'lini o'rgataman. Boshladik. Xo'p, birinchisi. Mana bu so'zlarda ko'pchilik xato talaffuz qiladi. Buni walk deydi, buni talk deydi, buni half deydi, buni should deydi, would deydi bir xil. Mana shu so'zlarning hammasida l ni talaffuz qilmasligingiz kerak. Ya'ni walk, talk, half, should, would. Mana bu yo'lda l ni talaffuz qilmang. Misol beradigan bo'lsam, qaranglar, ba'zilar I walked in the park yesterday deb gapiradi. I walked. Bu yoqda ikkita xato bor. Birinchi xato, mana bu yoqda l ni talaffuz qilmaysiz. Ya'ni I walk deysiz, l yo'q, keyin mana bu idga urg'uni bermaysiz umuman. Idga, ya'ni mana xuddi i yo'qdek talaffuz qiling. I walk bilan d qolyapti. I walked in the park yesterday. I walked in the park yesterday. Ko'ryapsizmi? Bu xatolarni qilib gapirganlarni bitada examiner, ya'ni imtihon oluvchi odam bitada sezadi va talaffuz bo'yicha bahosini ancha-muncha tushirib yuboradi. Shuning uchun bu xatoni qilmang. Bu xatoni qilmaslik uchun xuddi mana shu so'zlarni yozib oling daftarchangizga va bir kun davomida takrorlab yuring. Ya'ni walk emas walk, talk emas talk, half emas half, should emas should, would emas would. Mana shu. Bir kun davomida qaytarib yursangiz va speakingda gapirguningizcha shu so'zlarga e'tiborli bo'lsangiz, keyin esingizda qolib ketadi. Men ko'p guvohi bo'laman, o'quvchilarga bir marta ko'rsatib beraman, shu bilan ular mashq qilmaydi va mashq qilmaganlarini esdan chiqib ketadi tez va o'sha xatoni qilib yuraveradi. Lekin aksariyati yozib olib, takrorlab yurib, bu xatosini tuzatib ketadi. Tuzatib ketganlarning bahosi oshib ketaveradi. E'tiborsiz bo'lib takrorlamaganlar hozir ko'rgan bo'lsa ham esdan chiqib ketaveradi. Shuning uchun practice qiling. Ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchi ko'p xato qilishadigan so'z mana bu th tovushini, xato talaffuz qilishadi. Hop, th ikki xil talaffuz qilinadi. Jarangli th bor, jarangsiz th bor. Men bu jarangsizini o'rgataman birinchi bor. Jarangsiz th da deb talaffuz qilinadi. S deganda sizni tilingiz tepadagi tishga tegadida s deyishga harakat qilasiz. Shunda degan tovush chiqadi. Va men buni qarang. Buni ko'pchilik sink deydi. Sink yoki bir xil вообще zenk deydi, zenk. Bu s ham emas, z ham emas. Bu s. Ya'ni thank, I think. Bunisi thank, I thank. Thank you deydi, rahmat degan. O'shan thank you deydi. Thank you umuman u inglizlar unaqa demaydi. U bizni miyamizda shunaqa o'rnashib qolgan. Thank you. Ularni talaffuzi bilan soft native speakerda aytmoqchi bo'lsangiz, thank you. Xo'p, mana bu thin degani ozg'in degani. Thought bu mana bu think, o'ylamoq fe'lini o'tgan zamon shakli. Thick bu qalin degan. Theme degani mavzu degani. Buni zim yoki sim deb o'qish kerak emas. Mana bu orqali degan so'z through emas. Ya'ni jarangsiz th mana shunaqa bo'ladi. Va men bu yoqda eng ko'p keladigan so'zlarni oldim va mana shularni yozib olib, mashq qilib yuring kun davomida. Bu juda ham talaffuzda katta rol o'ynaydi. Masalan, shaxsan o'zim keladigan bo'lsak, speaking balim IELTS dan 8.5 va mana shu narsalarni men ham boshida bilmaganman va bilmagan paytimda speakingdan 6 olib yuraverganman. 6.5. Mana shu xatolarni to'g'rilaganimdan keyin 6.5 dan 7.5 ga tez o'sib ketganda va orqasida yana kinolar ko'rib buni mashq qilganman va 7.5 dan 8.5 gacha o'sgan. Siz kino ko'rishdan ham oldin mana bu narsalarni mashq qiling, chunki kino ko'rayotgan paytda siz bu xatoni sezmasligingiz mumkin-da. Bular ham z deyapti degan narsa miyangizda o'zgarmasligi mumkin. Ya'ni shu fikr bilan qolib ketishingiz mumkin. Z deyapti, z demaydi. Xo'p, keyin mana bu jarangli th soundlari ham bor. Ya'ni jaranglisi deb talaffuz qilinmaydi. Endi u
deb talaffuz qilinadi. Ya'ni bunda ham tilingizni tepatishga tekkizasizda, endi s deyishga emas, z deyishga harakat qilasiz. Z degan tovush chiqadi shunda. Xo'p, mana buni o'zi z deyishadi. Z unaqa jarangli z degan narsa yo'q u yoqda. Bu the. Mana bu this. Mana bu that. Mana z demayapman. Z u mana bunaqa zebraga yoziladigan z harfi. Bu yoqda th. That. Mana bu these. Mana bu those. Mana bu though. Although, even though so'zlari bor. Though. Bu yoqda zow deganim yo'q. Qattiq z bo'lmayapti bu yoqda. The. Though. Keyin there. For example, my uncle lives there. Deb tanishtirsa bo'ladi. Masalan, mani amakim ana u yerda yashaydi. There. Zermas, zirmas, shu. Va mana bu so'zga ko'pchilik ishlatadi. Buni ham with deb ishlatadi. With emas bu. With. Mana shunaqa bolalar, jarangli th va jarangsiz th bor. Albatta native speakerga o'xshash uchun mana shu detallariga ham e'tibor qilish kerak. Mana shularni o'zgartiring, siz talaffuzingiz qanchalik chiroylilashganini, tabiiylashganini o'zingiz guvohi bo'lasiz. Uchinchi ko'pchilik e'tibor qilmaydigan narsa connected speech. Connected speech nima bu? Uchtali yoki ikkitali so'zlar birga kelgan paytda ularni qo'shib o'qib ketish. Ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Masalan, mana bu check it out deb o'tirishadi-da. Bu native speakerlar buni hech qachon check it out demaydi. Buni check it out deb ketadi. Check it out. Ya'ni qo'shib ketadi, qarang. Check it qo'shib ketyapti out bilan. Check it out. Yoki mana bunga qaranglar. Call him now da. Buni qo'shib ketadi. Call him now. Ya'ni callga himni qo'shib ketadi-da. Bu sizga listeningda ham yordam beradi bu narsani bilishingiz, connected speechni. Chunki listeningda ham mana shunaqa qo'shib gapirib ketishadi. Chunki native speakerlar gapiradi-ku u yoqda. Bu narsani bilish o'sha listeningizni ham oshiradi, speakingingizni ham yanada tabiiylashtiradi. Masalan, men hayotda unga telefon qilishing kerak deydigan bo'lsam, you should call him now demayman. You should call him now deyman. Shunda ancha-muncha tabiiy chiqadi-da. Xo'p, yoki masalan write it down. Buni ham qo'shib o'qib ketishadi. Write it down. Ya'ni write it down. Qo'shilib ketadi. Write it down. Call him now. Check it out. Yoki mana bu so'zga e'tibor qarating. Give it to me deb ular unaqa bitta aytib o'tirmaydi. Give it to me. Ya'ni qo'shib ketadi. Give it to me. Ya'ni mana shunaqa ayniqsa it yoki mana shunaqa olmoshlar bilan, him bilan, them bilan keladigan bo'lsa yoki yana it bilan kelganini ko'rdik. Mana shunaqa joylarda iloji boricha o'zidan mana shu itdan oldingi kelayotgan so'zga va itdan keyingi kelayotgan so'zga mana shu itni qo'shib ketasizda birdaniga. Check it out. Call him now. Write it down. Give it to me. Ana shunda ancha-muncha tabiiyroq chiqadi. Xo'p, keyin mana bu so'zga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu k bilan tugayapti, k bilan boshlanyapti. Mana shu joylarida ham inglizlar masalan black coffee deb alohida aytmaydi. Black coffee. Ikkalasini k-sini bitta qilib ketadi. Black coffee. Ya'ni black coffee emas. Qolgan so'zlarda ham mana shundan o'rnak oling. Ya'ni so'z bitta harf bilan tugab, xuddi o'sha harf bilan keyingi so'z boshlanyaptimi, qo'shib ketish kerak. Connected speech qilib ketish kerak. Ana endi mana bu narsani o'rgatmoqchiman. Ko'pchilik native speakerlar mana buni bizga o'xshab did you deb o'qimaydi. Masalan, did you do your homework demaydi. Buni qo'shadida did you deb o'qiydi. Mana d bilan y qo'shilib, mana bu ikkalasi j ni berib ketadi. Did you.
Masalan, o'quvchilarimdan so'ramoqchi bo'lsam, uyga vazifangni qildingmi demoqchi bo'lsam, did you do your homework demayman. Did you do your homework deyman. O'quvchilarim shu orqali o'rganib olishadi. Ular ham shu did you ni did you deb talaffuz qilishni boshlashadi va ko'proq native speakerga o'xshagan chiqadi speakinglar. Xo'p, va mana bu narsaga would you deb o'rganadi ko'pchilik. Would you like coffee? Would you like tea? Would you emas. Boya aytdim, d bilan y qo'shiladigan bo'lsa, buni j ga o'zgartirsangiz bo'ladi. Would you like? Would you like a cup of coffee? Ya'ni bir chashka kofeni xohlaysizmi? Would you like a cup of coffee? Ana endi shu gapni qaranglar, yozib ko'rsatadigan bo'lsam, would you like a cup of coffee? Mana shuni native speakerlarda aytishingiz uchun birinchi mana bu d bilan y ni j ga o'zgartirdingiz. Would you like? Ana endi qaranglar, mana bu cup of coffee ni qanaqa aytaman? Mana bu of ko'pincha a ga o'zgarib ketib qoladi. Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Ya'ni mana bu cupga of ni shunaqa tez qo'shishadiki, bu cup of coffee bo'lib ketadi. Ya'ni native speakerlarda aytaman, siz would you like cup of coffee? Cup of coffee. Cup of coffee demaydi ular hech qachon. Would you like cup of coffee? Eshitmaysiz buni. Would you like cup of coffee deb ketishadi. O'sha paytda siz connected speechdan xabaringiz bo'lsa, mana bu o'rtada of bor deb listeningda eshitganingizda ham tushunasiz. O'zingiz gapirguningizcha mana shunaqa native speakerlarda sound qilasiz. Bular eng ko'p xato qilinadigan joylar edi. Mana shu narsalarni to'g'irlasangiz bor, o'sha speakingni talaffuz pronunciation qismida kamiga 1 balli o'sish qilasiz. Bo'lmasa 2 balli o'sish qilasiz. Faqat bularni o'sha o'zingizning everyday English speechingizga, ya'ni har kunlik ingliz tili nutqingizga qo'shishingiz kerak, practice qilishingiz kerak. Practice qilishning eng yaxshi yo'li mana shu so'zlarni yozib olingda, takrorlab yuring bir kun davomida va o'sha kun davomida siz masalan ingliz tiliga borsangiz, u yoqda gruppadoshlaringiz bo'ladi. Xoh o'qituvchingiz bilan gaplashing, xoh birorta o'rtog'ingiz bilan gaplashing va mana shu so'zlarda birortasini qatnashtirib ularga gap aytib ko'ring. Masalan, mana buni aytib ko'ring. Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Masalan. Nima debsan deb qolish mumkin sizga qarab. Would you like bo'ladi-ku deyishi mumkin. Tushundingiz? Yo'q, native speakerlar boshqacha aytadi. Yoki mana bu did you ni ishlatib ko'ring. Did you do your homework? Devorsiz what? Другой уровень bo'ladi. Yoki mana bu so'zlarda masalan kimdir aytib yurgan bo'lsa, I go to walk every day desa, walk bu bo'ri degani-yu. Sen buni ingliz tilida walk emas, walk deb aytishing kerak. Lni aytmaysan. Siz ana bu boshqacha bo'ladi. Native speaker uroveniga ancha yaqinlashgan bo'lasiz. Sizlar bilan Teacher Bobur bo'ldi. O'ylaymanki, bularning hammasini siz takrorlaysiz, amaliyotda qo'llaysiz va speakingingizni ancha-munchaga oshirib olasiz, talaffuzingiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.